Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlariga ilk marta markazlashgan ichimlik suvi va kanalizatsiya tarmog'i kirib bordi. Sardoba tumanida 68317 nafar aholi istiqomat qiladi. Shundan 54259 nafar aholi 79.4% ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida suv ta'minoti, oqova suv tizimini rivojlantirish maqsadida 16 ta obyektda ichimlik suvi, oqova suv tarmog'i, yangi inshootlar bunyod etish va mavjudlarni rekonstruksiya qilish belgilangan edi. Ushbu hududlarda jami 89.9 km masofada ichimlik suv tarmoqlari, 6.9 km masofada oqova suv tarmoqlari tortildi. 6 ta ichimlik suv inshooti, 11 dona oqova suv haydash inshooti qurildi. Mavjudlari rekonstruksiya qilindi. Ayni kunlarda yana bir nechta suv inshootlarini bunyod etish ishlari davom etmoqda. Ushbu hududlarda yangi qurilgan ko'p qavatli va yakka tartibdagi uylar ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Yangi xonadonlarga suv hisoblagichlari ham o'rnatilgan bo'lib, bu ortiqcha suv sarfini oldini olishga xizmat qiladi. Sardoba tumanidagi Bo'ston mahallasi hududidagi keng sonli suv ko'tarish nasos stansiyasi rekonstruksiya qilingan hamda 15 km yangi ichimlik suv tarmoqlari tortilgan. Sardoba tumani Bo'ston, Birlik, Otayurt mahalla fuqarolar yig'inlari, Mirzobod tumani Yo'ldoshobod, Boqoriston hamda Oqoltin tumani Farg'ona, Andijon va Bo'ston mahallalarining 22400 dan ortiq aholisini ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Ta'minlanish darajasi esa 98% ga yetdi.